Savol. Assalomu alaykum ustoz. 2011-yili sizlar bir nikoh o'qiganda yigitdan "Palonchi xonani nikohingizga oldingizmi?" deb so'raganlarda "Oldim inshaalloh" desa, "Inshaalloh" demay "Oldim" dang degan edilar. Demak, inshaalloh so'zi o'sha o'rinda ishlatilmaydi. Ko'p ahli ilmlardan boshqa qarindoshlar uchun duo qilganida keyiniga o'ylabla inshaalloh deganligini anglab kelyapman. Bu so'zni duoni keyiniga qo'shsa bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. To'g'ri, nikohda "Oldim tegdim" degan chaqda inshaallohni qo'shib deyishga bo'lmaydi. Chunki bu yerda kesib gap qilish lozim. Alloh taolaning xohishiga qo'yib qo'ygan ahvolda yoki muallaq qilib qo'ygan ahvolda nikoh muallaq bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolaning xohlaganligiga qarata bizga vahiy kelmagandan biz uni bilolmaymiz. Shunga nikoh to'xtamini kesib qilishimiz lozim. Duo qilganda inshaalloh deyish tabarruk yuzidan deyilsa joiz. Ham Alloh taolo sadaqa fitr qatorliq amallarni qabul qilishni xolisa, andan qabul bo'ladi. Shunga olimlar biror amalning qabul qilinishiga qarata va duolarda inshaalloh desa bo'ladi deydi. Allah eng to'g'risini bilguridir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.